tushunarli. Hamma ke deydi. Men O'zbekistonga borsam qanday chidayman? O'g'lim yo'q-ku. Yo, inshaalloh opa, topiladi, o'g'lingiz topiladi opa. Aytyapman-ku, yig'lab o'tirmang inshaalloh opa. Biz mana bu yerda musofirda yurgan barcha biz bir-birimizni tushunamiz opa. Inshaalloh yordam qilamiz bir-birimizga. Bu yerda birontamiz inshaalloh ko'chada qolmaymiz. Inshaalloh yordam qilamiz. Men aytdi hozir, opa sizda aytdi. Nogiron dedi. Eshitdim men ko'zingizda. Men hammasini tushunyapman opa. Aytyapman-ku, yig'lashdi nimasi yo'q opa. Inshaalloh Xudo deng, ana rasmlarini tashlang menga, inshaalloh qarab o'tirmaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, akalar hamda opalar, bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ishlar bilan charchashlar yo'qmi? Jigarlar, xush kelibsizlar bugungi video roligimizga. Mana shu yerda kuzatib borayotgan har bir vatandoshlarimizdan iltimos qilamiz. Mana shu videoni maksimal darajada gruppalar, qancha gruppalar bor, iltimos tarqatingizlar. Bugun xudo xolasa bitta opamiz menga murojaat qildi. Bu opamiz Farg'ona Vodiy tomonidan, Farg'onadan Vodiydan, Quva tumanidan ekan. Opamizni o'g'illari 2006-yil opamiz bilan O'zbekistondan kelgan 2006-yil o'g'illari bo'ladi. O'g'illarining ismi Qahramonov Ahrorbek Qahramon o'g'li. 2006-yil 7-sentyabrda tug'ilgan. Fevral oyidan beri uydan chiqib ketgan. Ayalari bilan qandaydir ayasi qattiq gapirib qo'ygan. Shuni bilan ukamiz chiqib ketgan. Hozirgacha bedarak. Shuni iltimos har bittalaringizdan rasmini qo'yib qo'yaman. Befarq bo'lmangizlar, videoga maksimal gruppalarga tarqatingizlar. Opamiz o'zi ham nogiron, opamizni bir ko'zi nogiron bo'ladi. Opalar, agar kuzatib borayotgan opalarimiz Moskva shahrida bo'lsa, Korolyovda hozir opamiz ishlab turibdi. Deport bo'lgan opamiz, 5 yilga deport bo'lgan. Registratsiyasi ham yo'q, dokumenti ham yo'q. Rosa qiynalgan opa. Hozir men bilan gaplashgan videolarini ham qo'yib o'taman. Bemalol video davomida kuzatishlaringiz mumkin. Iltimos akalar, opalar, mana shu videoni maksimal tarqatingizlar va mana shu ukamiz agar Ahrorbek ukamiz agar o'zi kuzatayotgan bo'lsa, iltimos qilamizki, ayalariga srochno aloqaga chiqsin. Bilamiz, ukamiz ham mumkin yoshlik qo'ygandir. Endi bu ona bilasizlar, akalar, opalar. Shuning uchun rosa yig'lab menga telefon qilyapti onalari. Iltimos mana shu ukamizdan bizni kuzatib borayotgan bo'lsa, iltimos qilib qo'yamiz, ayalariga telefon qilishini so'rab qolamiz. Va kimdir vatandoshlarimizning oldida ishlayotgan bo'lsa, iltimos tushuntirasizlar. Telefon qilishlarini iltimos qilasizlar. Sizlar ham podeshkada bo'lasizlar, akalar, opalar. Va mana shu ukamiz kimdadir qo'lida ishlagan, bilmayman, kimdadir ishlagan, musulmon xalqimi yo armiyanlardami, qanaqadir 2 oylik pulini bermagan, aldagan. Shu sababdan ukamiz chiqib ketgan. Endi pul ishlay deb ayam bilan keldim. Pul ishlay deb uydan chiqib ketgan. Shuning uchun kimdir agar Moskva shahrida bizni kuzatib borayotgan opalarimiz bo'lsa, iltimos mana shu telefonning raqamlari opani. Iltimos sizlardan podeshka qilingizlar. Biz hammamiz inshaalloh musofirdamiz. Musofirda tushunadi deydi-ku. Kimnidir agar oldida ish bo'lsa, chunki opamizning yotoq joyi ham yo'q. Shu yotoq joy bilan bir yordam qilib, ish joy bilan yordam qilsalaringiz, men ukamizni agar kuzatib borayotgan o'zimizni vatandoshlarimiz bo'lsa, kimnidir yonida ishlayotgan bo'lsa, agar ishlayotgan bo'lsa, onasi biron qarshilik joyi yo'q. Rosa bir telefon qilsa onasiga, sog'ligini aytib qo'ysa bo'lgani. Unda videoni cho'zmaymiz, akalar, opalar, maksimal mana shu videoni tarqatingizlar. Farg'ona aytib o'tdim, Quva tumanidan Ahrorbek ukamiz deydi. Iltimos maksimalni tarqatingizlar va video davomida ko'rishlaringiz mumkin. Ayalarim men bilan suhbatda bo'lgan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Yordam beradi, oparadi, joylashtiradi opa inshaalloh. Ishga ham joylashtiradi, yotoq joy ham topib beradi opa. Endi bu to'g'ri musofir yurtdamiz, biz bir-birimizni bilmaymiz, bu nima azobda ekanligimizni. Lekin mana bunday videoga chiqqandan keyin hech kim befarq bo'lmaydi opa inshaalloh. Hammasi yordam qiladi. U bitta bola xolos, boshqa bolam yo'q. Tushundim opa, inshaalloh siz yig'lamang opa, inshaalloh topiladi deyapman-ku opa.
Siz yig'lab o'tirmang. Inshaalloh yordam qilamiz, topiladi. Inshaalloh yana telefon qilasiz. Xursandchilik kunlarda inshaalloh menga telefon qilasiz, opa. Xudo xohlasa inshaalloh.